Germaniyada salon yordamchisi nimalar qilishini bilishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Har kuni ertalab soat 9 da borib salonni ochaman. Salonimiz ertalab 9 dan 6 gacha ishlaydi va hamma oldindan yozilib keladi. Kelishim bilan yaxshi muzika qo'yaman, mijozlar ro'yxatini tekshirib, kerakli narsalarni taxlab qo'yaman. Boshida 3 kun o'rganish uchun faqat kuzatdim. Keyingi haftadan bosh yuvish, quritish, kraska tayyorlash, soch bo'yash, qosh, kiprik bo'yash va shu kabi mayda narsalarni o'zim qilib boshladim. Salonda o'zimning alohida xonam bor. U yerda o'zimga kelgan mijozlarning qoshini, kiprigini laminatsiya qilaman. Ba'zida esa kiprigi. Har bir kelgan mijozga ichimlik taklif qilish shart. Ularning xoshiga qarab kofe, choy tayyorlayman. Suv, gazli ichimliklar, ba'zida esa alkohol-free alkogollar taklif qilaman. Bo'sh vaqtlarimda tozalikka qarayman. Kerakli narsalarni joyini to'ldirib qo'yaman. Aytgancha mijozlarga ishingiz yoqsa, shunaqa chayviklar bilan sovg'alar tashlab ketishim mumkin. Oxirida hamma joyini tozalab, eshikni qulflab ketaman. Nima deb o'ylaysizlar, yordamchi uchun bu ishlar ko'pmi yoki kammi?